Hurmatli obunachilar, qaranglar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Erqo'rg'on bozorini kechki savdo narxlarini qo'yib boramiz. Xudo xolasa, obunachilarning talabiga binoan like bosib turib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar. Biz har doim to'xtamaymiz xalq manfaati uchun do'stlar. Mana kartoshka, piyoz, akalarni qatoriga kelganmiz, qaraydi bozorga. Kechki optim savdo. Aka, xormang, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qanchadan bo'lyapti piyozlaringiz? Zo'r aka. Qanchadan bo'lyapti? Setkasi 18 mingdan ekan, kilosi 1,5 mingdan tushiyor ekan. Mana xaltalab qo'yibdilar, setkaga solib qo'yibdilar. Qaranglar, kartoshkalarni qaranglar. Qanchadan bular? Qizil kartoshka Samarqandniki. Qizil kartoshka 3,5 ming so'm Samarqandniki ekan do'stlar. Oq kartoshkalar qanchadan? Oq 3 ming so'mdan ekan do'stlar, managa. Kelaverasizlar mana. Managa. Joyni qaranglar managa. Akani tanib qo'yinglar. Mana optim gurunchilarni to'g'risi ekan. Kelaverasizlar, Erqo'rg'on bozori ya do'stlar. Managa bosib tayyorlaganlar akamiz. Qaltalangan mana qizil piyozchalarni qaranglar. Zo'r joyda. Ko'rmayman qizil piyozlar. Videoni oxirigacha kuzatinglar do'stlar. Pomidor bozor, tarvuz bozor, meva bozoriga ham o'tamiz, xudo xolasa hozir. Kartoshka akalarga keldi. Akalar qanchadan ekan kartoshka? 3,5 mingdan, aka. Managa, xaltaga bosib tayyorlangan. Qizili qanchadan aka? Qizili 3800 so'mdan managa do'stlar. Kelaverasizlar Erqo'rg'on bozoriga. Do'stlar, mana optim piyozlar, mana qarang. Akani tanib qo'y aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchadan bo'ladi piyozlar? Piyozlarni katta piyozlar, choyxona bor piyozdan 2200 so'm beraman. 2200 so'mdan choyxona bor, do'lab piyoz, aka. Shahar bo'ylab dastavkalari bor. Shahar ichi dastavkasi bor, Qarshinichi, aka. Kelaverasizlar mana. Telefon nomeringizni ayting. 91 221 8956 8956 telefon raqamiga qilaverasizlar. O'rtachalarichi masalada 2000 so'm 17 beramiz. 17 ming 1700 dan beraverasiz, aka. Kartoshkalaringiz qanchadan? Kartoshka 3200. 3200 so'mdan oq kartoshkalar, katta. Xullas do'stlar, sifati bor-da, mahsulot bilan mahsulot farqi bor. E'tibor berib, qarab, videoga kuzatib boraveringlar. Narxlari ham har xil bo'ladi do'stlar. Akamiz tanib qo'yinglar, kelaverasizlar. Aka, charchamang. Sog' bo'ling. Qizil kartoshka qancha ekan? 4 ming so'mdan. Oqchi aka? Oq 3800, juda katta ekan, qaranglar. Kelaverasizlar do'stlar, Erqo'rg'on bozori. Hormang, assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti do'lab piyozlar? 2000 so'm aka. 2000 dan mana. Kelaverasizlar, somsachi akalar. Akalar, hormanglar, qanchadan bo'lyapti kilosi? Kilosi qanchadan? Kilosini 1800 so'm beramiz. 1800 so'mdan. Ha, ketyapti managa. Managa mashinaga joylab olinyapti, ketyapti do'stlar. Muborakkami? Mana dastavka borilyapti. O'zlari kelib ketishyaptimi? O'zlari kelib ketishyapti do'stlar. Do'stlar, qaranglar mana. Tarvuzlar Erqo'rg'on bozoriga juda serob. Tarvuz akalarning qatoriga kelganman. Like bosib qo'yaverasizlar. Hozir mana Alisher akaning oldidan boshlaymiz, xudo xolasa. Mana kelaverasizlar, mana tarvuzlarning udarlari, birinchi terimlari. Bo'l aka, bular nechi puldan birinchi terim? Adborni do'stlar, tarvuz bilan tarvuz farqi bor, qaranglar. Mana. Do'stlar, qaranglar, 1800 so'mdan ekan birinchi terim tarvuzlar. Bular ham shunday aka narxi, aka. Bular ham narx shunaqa mana, qip qizil chiqyapti do'stlar. Mashinaga bosib tayyorlangan. Kelaverasizlar Erqo'rg'on bozori. Qovunlarni ham narxlarini so'raymiz. Tarvuzlar narxlarini bilib boraverasizlar do'stlar. Managa. Mana ketdi do'stlar. Tarvuzlar qancha bo'ladi? Qormang. Qanchadan bo'ladi? Kechki bozorda ham tushiraylik, so'rashyapti. Nechi puldan? 1800 so'mdan managa. Birinchi terim. Tarvuz boyga 10 kilodan oshib ketadi kattalar, ha? 15 kilo. 15 kilo managa. Sizga-chi? Sizga ham shu narx. 2000 dan sizga, ha? Managa. Xullas, tarvuz bilan tarvuzni farqi bor, e'tibor berasizlar do'stlar. Birinchi terim tarvuzlar qimmat, zo'rlari mana. Ikkinchi terim tarvuzlar bular 14 kilo, ha? Xullas, e'tibor beraverasizlar do'stlar. Charchamayapsizlarmi aka? Qanchadan sizlar tarvuz? Tarvuz 2000. 2000 so'm kilosi aka, managa. Do'stlar. Aka, xormang, Surxondaryoni tarvuzlari, ha aka? Har doim Surxondaryo tarvuzlarini sotiladi. Birinchi terim
Nechi puldan sotyapsiz aka? 2000 so'm mana do'stlar, kelaverasizlar mana aka. Mashina nomeri mana aka. Har doim shu mashina? Mana birinchi tochka mana do'stlar. Ana endi qovunchi akalar oldiga boramiz. Narxlarni. Obunovat mana zo'r shirin qovun juda. Aka qancha kilosi? 5000 dan kilosi. Aeroportchi 5000 dan bu ham. Aeroportdan 5000 dan. Ikkalasi ham shirin qovun juda. Ko'p kalapchi 8000 dan do'stlar mana aka. Obunavatlar. 5000 dan zo'r ekan mana qovunlar qaraysiz juda sigir. Aeroport katta-kattalar. Aka qanchadan bular aeroportlar? 6000 kilosi. Ko'kchachi? Ko'kcha 5000 so'm kelishdi beryaptilar. Obunavatchi? Obunovat 5000 so'm. Mana ko'kchalarni qaranglar, bir-biridan go'zalda, bir-biridan shirin. Kelaverasizlar do'stlar. Yerqo'rg'on bozori. Obunachilarning talabiga binoan kechqurun keldim mana do'stlar, qaranglar, like bosib qo'yasizlar bitta. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qashqadaryo qarshi Yerqo'rg'on bozoriga kartoshka piyoz chakalar oldiga kelganman. Do'stlar qaranglar, kartoshkalar qanchadan bo'lyapti aka sizga? 3,5 ming. Aka oldiga kelaverasizlar. Qizil 3,5 ming so'mdan. Oqchi? Oqini 3 ming so'm qilib beryaptilar akamiz do'stlar. Qaranglar mana piyozlar, do'lab piyozlarmi ham bular? Qanchadan bular? 2200 so'mdan. Bu piyozlar aka? Somsa shashlichilar kelavergan do'lab piyozga. Bu qanchadan? 1,5 ming so'mdan. 1,5 ming so'mdan mana do'stlar. Qizil piyozchalarchi? 4 ming so'mdan do'stlar kelaverasizlar. Hormang. Qancha bo'lyapti aka sizlar qon? 4,5 ming. 5 ming obunavatlar. 4,5 ming, 5 ming obunavatlar. Aeroportchi? Aeroportdan 5 ming. Aeroportdan 5 ming aka. Aka nimada? Qanchada Amriqon. Amriqon qanchada? Amriqon bu yerda dilerlar bor. Rasmga olasiz, ko'rsataman, bu yerga keling. Bo'ldi. Qancha narxini ayting? Narxi 4 ming so'm, 3 ming so'm. 4 ming so'm, 3 ming. Sizga vobshe arzonmi deyman, ha? Ha, menga pasiyan arzon bo'ladi. Mana aka. Men ekkanim yo'q, dehqonchilik qilganim yo'q. Olib keladi, dehqonlar sotaman. Mana dehqonlarga olib sotib berasiz. Kelaverasizlar mana do'stlar, qaranglar mana aka. Obunavatlar qanchadan? 5 ming so'mdan, ha mana do'stlar. Bularchi aeroportlar? 6 ming so'mdan mana aka aeroportlar. Qanchadan bu? 6 ming so'mdan qilib berasiz, ha? 6 mingdan qilib berarlar. Kelaverasiz Yerqo'rg'on bozori. Do'stlar, pomidor bodrinchi akalar qatoriga keldim mana. Odamlar ko'payishni boshladi mana. Bozorda odam gavjum. Endi ko'payapti. Soat 9:30 dan o'tyapti. O'z narxlarni bilamiz do'stlar. Bugungi narxlar. Pomidorlar qancha bo'lyapti aka? 1,5 mingdan. Qanday? Zo'rmisiz polvon? Zo'rmisiz? Qanchadan ekan pomidorlaringiz? Kilosi 1700 dan. Yerdi pomidor, ha? Sizga-chi aka? Sizga ham 1700 dan. Do'stlar kelaverasizlar mana. Qanchadan aka pomidorlar? Kilosi 1700 dan bu akaga. Sizga qancha aka pomidor? 1,5 mingdan, ha? 1,5 mingdan do'stlar, qaranglar. Yerdi pomidori. Kelaverasizlar. Bodringlar mana aka. Qanchadan aka? 3 ming so'm kilosi, ha mana. Xaltalarga bosib bering. 90 ming bo'ladi bir xaltasi, ha? 3 ming so'mdan do'stlar. Kelaverasizlar. Yerqo'rg'on bozori. Pomidor qancha bo'lyapti aka? 2 mingdan. 2 mingdan yerdi pomidor, ha? Kelaverasiz. Sirop pomidorlar. Teplitsaniki deyman. 4 mingdan, ha, teplitsaniki. Sifati yaxshi ekan. Bodringlar qanchadan aka? Bodringlar 100 ming so'm mana xaltasi. 3 mingdan sal oshiqroq tushadi kilosi. Hormang qancha bo'lyapti kilosi? Egasi boshqa. Ega qanchadan? Pomidorlar 2,5 ming. 2,5 ming yerdi pomidor, ha? 2,5 ming do'stlar. Yaxshi. Akalar qanchadan pomidorlar? Pomidorlar aka? 2 ming deb so'raverasiz. 2 mingdan kami bor, ha aka? Mana xalqim kelaverasizlar. 2 ming so'mdan Yerqo'rg'on bozoriga kami bor ekan pomidorlar, yerdi pomidor mana do'stlar. Pomidorlar zo'r, sifatli. Kiloga yo'q ekan, e'tibor beringlar, yaxshiga sotilgan faqat do'stlar. Do'stlar, mana meva bozoriga keldim, mevachi akalar. Narxlarni hozir bilib borasizlar. Like tayamaysizlar, xudo xolasa. Shaftoli qanchadagi? Egasi
Olmalar qanchadan aka sizga? 12 mingdan ha, вообще udar ekan chiroyligi. Kiloga emas, korobka sotiladi. Shaftollarchi? 18 mingdan do'stlar, shaftolli 18 mingdan. Olmachalar ham udar ekan. Qanchadan kilosi olmalarni? 13 mingdan kilosi. Mana shaftolli. Shaftolli qanchadan? 12 ming so'm bunisi. Bunisi-chi kattalar? Bular ham 12 ming so'mdan. Bularchi mana bular? Qarorlar 8 ming so'mdan ekan. Chilla akami bu uzum? Qanchadan? 8 ming. 8 ming so'mdan ekan mana. Aka o'rik ham bor ekan-a sizga? O'riklar qanchadan? 15 ming. O'riklar 15 ming so'mdan. Bularchi? 15 ming. Bular ham 15 ming so'mdan do'stlar. Nokti ham zo'rlar, ha, adbornilar. Qanchadan bular? 25 ming so'mdan ekan do'stlar. Qarang, kilosi Erqo'rg'on bozori, Navesdagi. Aka xormang, Optimcha aka, Zo'rmisdagi qanchadan? 10 ming so'm bo'ladi. 10 ming so'm mana aka do'stlar. Qancha shaftolichi bu? Bu ham 10 ming so'm. Bu ham 10 ming so'm do'stlar, qaranglar. Olmachalar seroq, 10 ming so'mdan. Kilovrasini akamni oldi. Yo'q, qanchadan? 13 ming so'm noklar, Eron noklar. Bananlarchi aka? 15 ming so'm kilosi. Qarorlarchi? 4 ming so'mdan ekan do'stlar. Mana aka, chillak uzumlar. Qanchadan aka? 10 ming so'mdan ha bular. Donagi yo'g'idan yo'qmi? Kishmish yo'q. Aka, shaftollarchi? Bu 12 ming so'm, mana bular 8 ming so'm do'stlar, kilovrasilar. Charchamang aka. Qancha ekan o'rik? O'rik 13 ming so'm, qaranglar, zo'r, sifati zo'r ekan. Mana aka, uzumlar bor. Uzumlar qanchadan? 10 ming so'mdan uzumlar. Qarorlar, qaranglar, ketyapti mana aka. Qarorlar qanchadan aka? 4 mingdan beryapsiz, ha, ketyapti, sizdan olishdimi? Mana aka, arvoga bosib bering. Qanchadan aka shaftollar? 6,5 mingdan. Inolarchi qarorlar. Mana 8 ming so'mdan kattalar, adborlar. Olchalar qanchadan? Olcha 15 ming so'm. Aka, assalomu alaykum. Shaftoli qancha? 8,5. 8,5 ming so'm Hikmatullo akani oldida kelaveradi. Shaftoli. Bular qanchadan? Ular 15 ming qilib 15 ming. Mana 8 ming qilib beraman. 2 qatorli mana. Bular 8 ming so'mdan, ha? 2 qatorlisin. Uzum qancha? Uzum 12 ming. Uzum 12 ming so'm. 7 ming so'm. Ularni chekkada shaftoli. Mana bular 7 ming so'mdan shaftoli. Do'stlar, qaranglar mana. Kechki bozor kelaveradi. Lolalarni mana Lolacha deydimi? 9 ming so'mdan, ha bular. Katta-kattalar, sifatlilar. 6,5 million da hava. 6,5 ming. Qaysi mana bularmi? Mana bular 6,5 ming so'm ekan do'stlar, mana aka. Bular sifat Bu ham bilan o'zimizdan 6,5 ming. sifatiga farqi bor aka. Buni ham zo'rdi, faqat maydaroq, ha. Jamaydaroq variant. Mana do'stlar, kelaveradi Qo'qon bozori. Mana orqa darvozadan shunday Erqo'rg'on bozorining orqa tarafidan kelaverasizlar, shaftollar mana. Shaftollar qancha ekan? 7 ming. 7 ming ha aka. Kiloga sotilmaydi, ha? Yo'q, 6 ming aka. Uzumlar qancha sotasiz aka? 9 ming chillak ha bu. Chillakning nomi? Kishmishmi? Ha, 9 ming xullas kilosi. Olmalar qanchadan aka? Olma 7 ming akajon. 7 mingdan korobka sotiladi, ha? Bosoringlar. Bularga bozorda kelaverasizlar mana aka. Olchalar qarang. Qanchadan? Olcha 15 ming. 15 ming. Ya aka, tagi ham bir xil chiqadimi? Mana aka, mashina bosib tayyorlashgan. Erqo'rg'on bozoriga kechga kelsanglar, 6 ming olib ketaverasizlar mana aka. Olchalar, siraj joyda. Qarorlar bor, sotilyapti mana. Qanchadan? 4 mingdan ketyaptimi aka? 4 mingdan berilyapti. Mana aka, qarorlar 4 ming so'mdan. Yaxshi.